Assalomu alaykum akalar. Bu Damazimiz ham yo'lovchi priklatkasi kuyib kelgan ekan. Oldi ochilmagan ekan. Standart ekan yizalari ham. Birinchi remontga chiqmaydigan darajada viribit bo'lib ketgan ekan. Kapital motorga tashab ketdi egasi. Pompalari ham zavod ekan, GM. Natashtirlari ham o'lgan. Pompasi zavod ekan. Peredoylari ham charchabdi mana. Dev kapalagi bilan naklatkasi. Bu ham GM karzinkasi. O'tirib qolibdi уже. Karzinkani o'tirib qolganini mana tili ononga tegib turadi karzinkani tepasiga. O'sha yerdan bizlar ham bo'laveradi. Yo'lovchasi mana shu Damas'ga. Kichkina klapindan даже kichkina bo'lib ketibdi buni ham klapini. Foydalanish o'tganini qaranglar. Yo'lovchasi almashib, kapital motor qo'yib beramiz bunga ham. Mana vozdux bachoylari yerda qoram bo'lib ketgan. Ko'rsasi tugab, birinchi remont yilib ketganligidan shu holatga kelib ketadi.